لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. Qarindoshlar, biz hozir bir da'vat musobaqasi o'rinlashtirdik. Shuning uchun men bir ikki og'iz gap qilib bu da'vat nihoyatda bir ulug' sharafli ish. Bu payg'ambarlarning ishi. Buning ulug'ligini men da'vatmayman. Buning ulug'ligini Alloh subhanahu va taolo Fussilat surasida o'zi bayon qilib bergan. Alloh subhanahu va taolo deydi: Bismillahirrohmanirrohim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu va taologa da'vat qilgan va yaxshi amallarni qilgan ve men bo'lsam bir musulmon degan odamning so'zidimi bak katta bir esil so'z bo'lmasi kerak dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni Alloh yo'lida qilingan da'vat, Allohga boshqalarni da'vat qilish Allohning nazaridagi eng go'zal, eng ulug' so'z deydi. Rasul Akram sallallahu alayhi ve sellem'ge Allah subhanahu ve taala hitap qilib turib, "Qul hazihi sabili." Ey Muhammed aleyhisselam, sen deyin ki bu mening yo'limda dedi. Bu mening yo'lim, mening tutgan hayotdagi yo'lim shu da. Unda Rasulullah yo'li qasi qarindoshlar. Ad'u ilalloh, mening tutgan yo'lim bo'lsa Allah subhanahu va taologa da'vat qilishdir. Ya'ni Rasulullahning mush hayotida tanlab olgan yo'li Allah subhanahu va taologa da'vat qilishdir. Ya'ni shuning uchun bu da'vat insonlar ichidagi, yer sharidagi eng ulug' xizmat. Endi bu oyatda deydi: "Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ve amile salihan." Endi sizlar so'rashingiz mumkin, da'vat degan nima degan bir savol bo'lishi mumkin. Men mishalda sizlarga shuni bir tushuntirib qo'ymoqchiman. Da'vat degan nima qarindoshlar? Da'vat degan bir odamni voy namoz o'qing, yog'liq cheging, zakot bering deb qo'yishlar emas. Ya'ni bir nech shaxslarni ani qiling, mani qiling deb qo'yish emas qarindoshlarimiz. Agar biz da'vatni mushunda deb tushunsak, Alloh va Allohning rasuliga xiyonat qilgan bo'lamiz. Makallamada aniq bo'lsin. Ya'ni islom dinidagi da'vatchilik uni namoz o'qiy, zakot va yog'liqcha qo'y, bunday qil deb qo'yish deb tushunib olsak, Alloh va Allohning rasuliga xiyonat qilgan bo'lamiz. Undan bo'lsa da'vat degan nima? Da'vat degan qarindoshlar, mush ummatni yaxshilikdan yomonlikqa, qulluqdan hurlikka, ozg'unlikdan hidoyatga umumiylik yetaklaydigan ishni biz da'vat deymiz. Hozirgi musulmonlarning beshidan kechirayotgan kun hech qanday bir musulmonni qo'shib qilmaydi. Biz qanday qilishimiz kerak? Hozirgi ahvoldan qutulishimiz qanday qilishimiz kerak? Bunun birden bir yo'li islohot, o'zgarish qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innalloh la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Agar bir ummatning beshida bir baloyi ofat bo'lgan bo'lsa, u ummat o'zini isloh qilmoqchilik Alloh u baloyi ofatni ko'tarmaydi dedi. Bu Qur'oniy qonun. Unda bo'lish uchun biz o'zgarishimiz kerak. Endi qanday o'zgartimiz? Hozir hammamiz ko'rib turibmiz, o'zgartiradigan bir ummat o'zgarishni ojiz kelyapti. O'zgartirmayapmiz. O'zgartgan bo'lsak, Alloh bizdan bu baloyapani ko'taradi. Unda noldan boshlaymiz. Nimadan boshlaymiz? Da'vat qilamiz. Unda boshqa yo'l bormi?
Yo'l yo'q, da'vat qilamiz. Da'vatni nima deb qilamiz? Rasululloh qanday qildi? Rasululloh da'vatni tunji bo'lib Arqam ibn al-Arqam degan odamning uyida boshladimi, boshlamadimi? Hammamiz bilamiz. Shunda bir necha odam to'planibdi. Rasululloh qanday qildi? Hamza radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhuning boshlig'ida Rasululloh o'zi Makkaning ko'chalariga chiqib, la ilaha illalloh deb to'ldimi? Shu chaqda Rasululloh nima deb, "Falonxon namoz o'qigan, Pustanxon yolg'iz chegan, Pustanxon deb tudimi, yo qanday qildi?" Ummatni bir bosqichdan yana bir bosqichga, ummatni ozg'unlikdan hidoyatga, qulluqdan erkinlikka, zulmatdan nurga yetaklaydigan umumyuzlik kallamizda bir program bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Mana bu da'vat. Shu Rasululloh qanday qildi? Ikkinchi qatam yana da'vat qildi. Ikkinchi qatamda harakat nima bo'ldi? Habisistonga hijrat bo'ldi. Üçüncü qadamda harakat nima bo'ldi? Madinaga hijrat bo'ldi. To'rtinchi qadamda harakat nima bo'ldi? Jihad bo'ldi. Beshinchi qadamda harakat nima bo'ldi? Makkani fath qilish bo'ldi. Mana bu da'vat. Da'vat degan nima deb qolmoqda? Ya'ni da'vat degan har bir musulmonni islomning askari qilib tarbiyalash. Aldılar üzerine şundak buluş. Nima uchun aldılar üzerine qanday buluş? Çünkü وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا deydi. Yüzü yaxşılarını qilgan deydi. Yani xalqlarni jaronliq iborlar bilan, chiroyli so'zlar bilan chaqirib qo'yib, o'zi ta'tir yo'lda mansang bunda qilma. Sen bir gapni qilishdan burun, kishilarni da'vat qilishdan burun demakchi bo'lgan gapingni ming qatam o'ylanib dedi. Çünkü dedi, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا yüzü diyen gibi amel kılan. وَقَالْ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ yani ben Müslüman da çakalış gerek. Bu yer ne deydi oldu sana? Mesela bir adam nimde tamak çekmeyseyiz dese, çünkü ben tamak çeksem benimki kislimba ziyan kılı deyiş mümkün. Nimde para içmeyseyiz de aşkaza yaranma şunu içmeyemiz diyen buluş mümkün. Ama İslam dinimizdeydi o sen ne için emel salihini kılsa dese وَقَالَ اِنَّنِي men Müslüman boğalıktan kımayım başına. Ben Müslüman boğalıktan emel salih kılma. Ben Müslüman boğalıktan davet kılma. Deyiş gerek. Da bulup وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ yaxşılık bilen yaman hergiz okşaş bulanmaydı dedi. Bu yer ne demekçi arkadaşlar? Bu davet doğruluk Allah subhanahu wa ta'ala davet davet doğruluk davet. Ve la testevil hasenatu ve la sayyi. Yaxşılık bilen yaman hergiz beraber bulanmaydı. Bunda diyene idfa billeti ahsen. Senin davet yolunda kıldığın işin fakat yaxşılık. Yamanlık yok. Senin luğutunda davet yolundan desen palanı ölçmelik saklamaysan. Hak tılız qanday qilsa biz fakat yaxşılıktan çaqıramiz. Tillığanға tillaydigan, haqaratlaydigan haqaratlaydigan, bizga raddiyadan raddiya yazgan bizning mezbimizde, bizning davetçilerning qamusda bunda gap yo'q. Ma kallanat iniq bo'lsin. Ma bika Allah subhanahu wa ta'ala va nimda wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawi al-hasanatu as-sayyi'ah. İdfa billeti hi ahsan. Senin davetçinin qilgan işi sen fakat şundaq bir yaxşılık bilan, yaxşı xislatlar bilan qarshi tarafga mushundaq qarashdir. Bu davetçi bo'lsa, chuqur bo'lsalar sizlar. Men sizlarning hozir o'qishinglardan, hozirgi o'tgan qatim o'tgan musobaqalardan sizlarning davetçi bo'lishga ko'zim yetiklik inshaalloh. Lekin mening degan har bir so'zim kallanlardan chiqatmasin. Siz davet qilsangiz sizni boshqalar emas, musulmonlar tillaydi. Tushundingizmi? O'zingizning yaqinlar tillaydi. Voy sen uni qilding, buni qilding deydi. Biz ular qanday radiya qaytiramiz? Idfa billati ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Senin en ashaddiy düşmanın en yakın dostun aylandı. Mana bizning tajribamizni o'tmaslik bir oddiy bir tajriba deb turaylik. Men da'vat qilgan vaqtida bizga eng donliq nihoyat yaxshi qilib bir maqola yozdi. Maqolasida nihoyat ko'p taqoldi. Asosli bizni tanqid qilgan. Shu odam bilan ba'd o'qitishdik, assalomu alaykum deb tushunishdik, hozir og'inlab qoldi. Bu odamni jab idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوفوا ما عندك آياتنا آخر سنة
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا dedi. Muşundaq işlani dedi. Yani muşundaq kılalışı. Başkalar tillap tursa, başkalar urup tursa, başkalar hakaretlep tursa, muşundaq güzel hislet bilen radiya qaytırışqa fakat sabricen kişilerden qadir bulalaydı. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا لَذُو حَظٍ عَزِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala'nın hikmet ilahiden kalbi su içken adamlar muşundaq kılalaydı dedi. Şunu ya. Yani başkalarını davet kılsan tillasa, başkalarını hakaretlese, başkalarını usa, Assalamu alaikum kırındışıyım da hiyalın mükemmel. Şuları çıraylık yakılıp, çıraylık radiya kılışın. Bu adet işlemez. Sen sabırcan bolsan, Allah subhanahu wa ta'ala'nın hikmet buluğundan nesiben boğan bolsa, sen de bir ilahi imanın nuru bolsa, sen şunda kalalaysa, deb ayetni ben uzatmay, tushunolmam ya. Mush ayetni tekrar o'qib, mush ayetning mazmunini uzamamoqchiman. Bu bir ajoyib hikmatlik, ajoyib mazmuni cho'nqur. Ya'ni mushu har bir da'vatchining mangdigan yo'li. Mush ayet: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Deptek ayıqlanma. Şunalama. Muş ayetlerin tercümesini yaxşı okup, davet kılış peygamberlerin yolu, davet kılış Allah'ın dargahında en ulu hizmet, davet kılış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tutkan yolu. İnşallah hemen bana şuradan bu işini sıkılsın. Onda olsa Lenacım kağızını edip kimden söz edalımını yükselsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.